O'zbekiston va Qozog'iston xalqaro siyosatning muhim masalalari bo'yicha pozitsiyalarining yaqinligi, mintaqada tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlashga o'zaro intilishlarini hamda xalqaro maydonda, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi va boshqa xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasida o'zaro manfaatli aloqalarni jadallashtirishda maqsadlar mushtarakdir. O'zbekiston va Qozog'iston hududlarida istiqomat qilayotgan o'zbek va qozoq diasporalari uchun ona tili, milliy madaniyati, an'ana va urf-odatlarni saqlash hamda rivojlantirish masalalarida qulay sharoitlar yaratilgan. Xususan, savdo munosabatlari Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning muhim yo'nalishi hisoblanadi. So'nggi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik jadal suratda rivojlandi. Zamandosh programmamizda Didar bugun kunda programmamizni 60 yilligi bo'lib turibdi. Shuning uchun jon deb hamma qozoqlar kelyapti. Bunaqa tadbir 7 yil bo'ldi, bo'lmagan edi. Shuning uchun mana bir sabab shu televideniyamizni Zamandosh programmasiga tabrik sifatida biz aytishuv qilyapmiz. Biz bugun kunda e'tiborni yoshlarga beryapmiz. Sababi yoshlar bundan sal uzoqroqda mana shunaqa uchrashuvlardan. Shuning uchun bularning tarbiyasiga ruhoniy ozgina ma'naviyat, ma'rifatini oshirish maqsadida mana shuni biz qilyapmizki, bugungi aytishuvda birinchi masalada bular aytishadi, mana shu shart-sharoit O'zbekistonda yaratib berganligiga har bir millatga qozoq, o'zbek, tojik, qirg'iz, rus hammalariga shart-sharoit yaratib berganligi tufayli bugun biz hammasini mehmon qilib chaqirganmiz. Shuning uchun ham Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekistondan oqinlarni yig'ib o'tiribmiz. Men o'ylayapmanki, biz 7 yil kitob bilan shug'ullandik. 32 ta kitob chiqarib, mana shu Alisher Navoiyni qozoq tiliga tarjima qilib, buni biz maktabga berdik. Sababi ona tilida o'qisa qalbiga yetib boradi degan niyatda bo'ldik. Matbuot va ommaviy axborot vositalari jamiyatimiz ko'zgusi. Mazkur soha mamlakatimiz taraqqiyoti hamda ravnaqida o'z o'rni hamda so'ziga ega desak, mubolag'a bo'lmaydi. Aytish joizki, keyingi yillarda mamlakatimizda so'z hamda matbuot erkinligini ta'minlash uchun ochiq maydon yaratildi. Sohani kuchaytirish maqsadida keyingi 6 yilda 12 ta qonun hujjati qabul qilindi. Media sohasi, axborot xizmatlari tizimi tubdan yangilandi. Qolaversa, nodavlat elektron ommaviy axborot vositalari, gazeta va jurnallar, nashriyot va bosmaxonalar soni ham yildan yilga oshib bormoqda. O'zbekiston teleradio kanalida 1963-yilda qozoq tilida Zamandosh dasturi efirga chiqa boshlagan. Keyinchalik ko'rsatuv nomi o'zgartirilib, Didar deb nomlandi. Mana 40 yildirki ushbu ko'rsatuvga Anar Sadukasova hamda Zamira Jiyonboyeva muallif va boshlovchilik qilib keladi. O'zbekiston televideniyasidagi qozoq tili ko'rsatuvida katta bayram Zamandosh ko'rsatuvi 1963-yili dunyoga kelgan ustozimiz Jusuf Abduvaliyev bilan eng birinchi diktor Qurmanqul Andasova bo'lgan. Zamandosh ko'rsatuvi deganda o'sha paytda nafaqat O'zbekiston, mana bu Janubiy Qozog'istondagi Sarag'ach, Keles, Qazig'ur tumani, Jetsay, o'sha Janubiy Qozog'iston to'lig'i bilan ko'rardi. O'sha Janubiy Qozog'istonda qozoqlarning hammasi o'sha Zamandosh bo'ladi degan kuni hamma ishlarini yig'ib qo'yib, Zamandosh ko'rsatuvini ko'rgan. Yillar o'tib, mana shu Qozog'istonning Turkiston bormi, Qozog'istonning Qazig'ur tumanlaridan, Qoraqalpog'iston, Buxoro, Navoiy hamma viloyatlardan san'atkorlar kelib turgan. Men bu ko'rsatuvga 85-yili 19 yoshimda keldim. U paytda jonli ketardi efir. Bugungi ko'rsatuvimizda o'z yo'nalishiga ega bo'lgan Didar ko'rsatuvi faoliyati xususida so'z yuritamiz. Ko'rsatuv ijodkorlari o'tgan yillar mobaynida o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni sidqidildan bajarishga harakat qilib kelmoqda.
Umuman olganda, Didar ko'rsatuvi jamoasi o'zining asosiy faoliyat yo'nalishi hamda zamon talabidan kelib chiqqan holda teletomoshabinlar, ayniqsa yoshlarning bilim va dunyoqarashini kengaytirish, ma'naviy olamini boyitish va shu orqali mamlakat taraqqiyotini ta'minlashga o'z hissasini qo'shishga harakat qilmoqda. Tadbir davomida O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining rahbariyati tomonidan Didar ko'rsatuvining ijodiy jamoasini faxriy yorliq bilan taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi. Husen Umurzoqov, keyin Zamira Jembayevalar keldida Didar ko'rsatuvi dunyoga keldi. Husen Umurzoqov eng birinchi dunyoga keltirgan. Mustaqillik bo'ldi. Mustaqilligimizda nafaqat qozoq tilida, Rangin Komani o'zingiz yaxshi bilasiz, Chinsen, boshqa tillarda ko'rsatuvlar ham ochildida, efirga ham Zamondas, ham Didar ko'rsatuvi efirga ketib turdi. Ikkita ko'rsatuvda ham diktorlik xizmatimni atqardim. Keyin yillar o'tib Süleyman Buxarbayev ular ketgandan keyin mana shu Didar ko'rsatuvi qoldi. Didar ko'rsatuvida o'zingiz yaxshi bilasiz, mening hamkasbim Zamira Jembayevamdan shu kungacha ko'rsatuvni olib keldik. Bu ko'rsatuvda nafaqat qozoq xalqining urf-odatlari, an'analari, adabiyoti, madaniyati, ikki xalqning o'rtasidagi do'stlik rishtalari to'g'risida keyingi 5-6 yil ichida Obod qishloq bo'yicha qancha syomkalarda birga bo'ldik. Albatta, uzoq yashash uchun o'sha qozoq tilidagi ko'rsatuvning O'zbekistonda yashayotgan qozoq millati, mana milliondan ostam qozoq millati bor. O'shalarning og'iz birligining, intimaq birligining, o'shalar suyib tinglab, suyib ko'rayotgan, o'shalarning qo'llab-quvvatlashining orqasi yana prezidentimizning bizga bergan sharoitlar, o'sha mumkinliklarining orqasida jurnalistlarga, nafaqat jurnalistlarga, mana shu O'zbekistonda yashayotgan hamma moman egalarini mumkinlik yaratgan. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi tizimidagi boshqa telekanallardan farqli ravishda O'zbekiston telekanali xodimlari doim xizmat safariga shay. Zero telekanal tomoshabinlarni sayohatga chorlaydi. Sayohat esa sarguzashtlarsiz o'tmaydi. Ayniqsa, Didar ko'rsatuvi ijodkorlari har bir dastur orqali bir olam taassurotlar ulashadi. Ba'zan kundalik hayotda biz e'tibor qaratmagan voqelik ekranda namoyon bo'lganda yangicha mazmun kasb etishi mumkin. Ushbu kadrlarni matnga moslab qo'yish rejissyorning mahoratiga bog'liq. Bu borada uzoq yillardan buyon sidqi dildan mehnat qilib kelayotgan Do'stlik axborot dasturlari muharririyati bosh rejissyori Fazliddin Najmiddinovning ham Didar ko'rsatuvida alohida o'rni bor. Ko'rsatuvni tomoshabinga chiroyli hamda ko'rimli qilib, mahoratini ishga solib kelmoqda. Birinchi ishga kelganimda Do'stlik studiyasiga kelganmiz. O'shanda Didar bag'darlamasi bor edi. Ustozlarimiz birinchi Didar ko'rsatuvida kelganimda Farid Bakirov xudo rahmatli bor edilar. Shulardan nasihatlarni, o'gitlarni olib yurardik. O'shanda assistent yordamchi bo'lib, bundan tashqari rejissyorlarimizdan Baxtiyor Husanov, Karomiddin Ataxonov ishlagan. Farid Bakirovlardan oldin Mirsidiq Ustaboboyev ishlaganlar. O'shalar ko'p yillar Zamondasda rejissyor bo'lganlar. Ularning ham nasihatlarini shogird bo'lib o'rganib kelganmiz. Didar ko'rsatuvini tayyorlashda nimalarga e'tibor qaratasiz? Masalan, rejissyorani boyitishda nimalarga e'tibor qaratasiz? Didar ko'rsatuvida ko'proq qozoq millatining urf-odatlarini, qadriyatlarini, an'analarini ko'rsatamiz. Undan tashqari o'zbek qozoq do'stligini ko'proq targ'ib qilamiz. Yurtimizdagi chekka qishloqlarni yashayotgan qozoq millatdoshlarimizga yaratilgan shart-sharoitlar, qishloqlarni obod bo'layotgani, qozoq millatdoshlarimizga yaratilgan shart-sharoitlarni ko'rsatamiz. Do'stlik redaksiyasida turli tillarda ko'rsatuvlar olib boriladi. Shu qatorda qozoqchadan tashqari tojikcha, koreyscha, qoraqalpoqcha, qirg'izcha, ozarbayjoncha, ruscha, tatarcha, uyg'urcha ko'rsatuvlar tayyorlanadi. Shularni tayyorlashda o'zimizni rejissyorlarimiz bilan hamkorlikda chiroyli qilib yurtimizdagi turli millatlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Har bir teleko'rsatuv ijodiy va texnik xodimlar jamoasining mehnatining mahsuli hisoblanadi. Shunday ekan, kadr ortida mehnat qilayotgan xodimlar faoliyati xususida ham to'xtalib o'tsak, televideniyani tasvirchining faoliyatisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Sherzod aka, hormang, mana necha yildan beri bilamizki, sizda o'sha Didar ko'rsatuvida viloyatma-viloyat yurib, ko'rsatuvlar tayyorlab yurasizlar-da. O'sha haqda o'zingiz fikringizni gapirib bering, endi tasvirchi sifatida. Hop, mana Didar ko'rsatuvida bir 15 yildan ortiq shu tasvirga olish jarayonlarida qatnashamiz. Bu mana shu
umuman qozoq madaniyatini, qozoq urf-odatlarini turli xil o'sha tadbirlarga boramiz, shu yoritish jarayonlarida qatnashamiz. Yurtimiz bo'ylab safarlarga borganimizda qozoq urf-odatlarini, ularni yashash tarzlarini o'rganamiz, tasvirga olamiz ularni. Ko'rsatuv tayyorlashda avvalo shu tasvirchi muhitdan kelib chiqqan holda shu obyektga borganda ularning o'sha madaniyatini ko'rsatib berish kerak. Teleko'rsatuv tayyorlashda ovoz rejissyorining mehnati alohida ahamiyatga ega. Zero o'ziga xos musiqiy bezak va ovozdagi jilo tomoshabinni o'ziga jalb etuvchi omillardan hisoblanadi. O'tgan yillar davomida Farid Bakirov va Tursun Kamolov Didor ko'rsatuviga rejissyorlik qildi. Keyinchalik Matluba Temirova, Azim Saidov, Karomiddin Otaxonov, Baxtiyor Husanovlar astoydil mehnat qilishdi. Turli millatlar bilan ishlash avvalambor hammaga ham emas, chunki hali madaniyatini bilish kerak, ularni sal bo'lsa ham tilini tushunish kerak. Men o'sha ijodim davomida qozoq tilini, o'zbek tilida unaqa zo'r gapira olmasam ham, lekin hamma gapini tushunaman, qo'shiqlarini yaxshi ko'rib eshitaman. Qozoq birodarlarimizni hamma urf-odatlarini deyarli o'zbekchani qanaqa bilsam shunaqa bilaman-da. Navoiy viloyatining Tomdi qishlog'idan bir Serikbay Savatov degan bir otaxon bo'lgan, O'zbekiston qahramonini olganda, u cho'pon odam bo'lgan. Shu haqida film qilish kerak bo'lgan. Biz Anora Nalibayeva bilan bir hafta o'sha Serikbay aka bilan o'tovda bir hafta yashaganmiz. Otarga chiqib ketganmiz. 100 kilometr cho'lning ichiga kirib ketib, o'sha o'tovda kechasi qo'ylarni o'tlaydimi, kechasi qanaqa ovqatlanadi, nima qanaqa uxlaydi, hammasini o'tovda yashab, shu bir hafta shu otaxon bilan yurganmiz edi. Lekin menimcha xalqqa, ayniqsa qozoq eliga manzur bo'ladigan yaxshi ko'rsatuv degan. Qozog'istongacha borganmiz, Turkistonga borib bayramida qatnashganmiz edi. Hattoki Qozog'istonga ham borganmiz, taklif qilishganda. O'sha O'zbekistonda qaysi joyda, men ayniqsa o'sha Navoiy viloyatini Kenemer, Tomdi tumanlarida, keyin Uchquduq tumani bor, o'sha yerlarda qozoq aholisi ko'proq yashagani uchun ko'proq cho'llarda, dasht va dalalarda yurganmiz edi. Oltmish yillik tarixga ega Didor ko'rsatuvi ijodkorlari o'zlariga bildirilgan ishonch yo'lida sadoqat bilan mehnat qilib, xalq mehrini qozondi. Biz mana Almatıdan keldik. Zamandas degan бағдарлама, Didor degan бағдарламаны biz жас кезімізде осыны көретінбіз. Mana Tavелбай деген елден, Тамды Үшқұдық деген жерден көшіп барған мен. Сол Алматыға. Сол жердегі өмірзақтың айтатын сөзі бар ғой. Маған Мекке, Мәдине, Венеция, Парижне туған жердің шөліндей ыстық емес әрине. Жананамдай қадірлі менің ыстық байтағым, жердің жәннаты Қызылқұм деп айтамын деп, сол керемет сол Тәуелбай деген жерден келдік. Анар Нәлібаеваны, Сүлеймен Бұхарбаевты осыны көріп өстік балалық кезде. Сол ода күндері болатын. Сол күндері көрдік. Қазір Алматыдан әдейілеп келдік. Біздің продюсерлік орталық қалада, Алматыда Нұрай деген продюсерлік орталық бар. Айтшы енді бұл Қазақстан Республикасы, одан кейін Өзбекстан Республикасы, жаңа жылдың есінде Қырғызстан Республикасының ақындар келген екен. Кеше бірінші шабытын көрдік, өте керемет таңдауда. Ma'lumki, O'zbekiston va Qozog'iston xalqlari asrlar mobaynida yonma-yon yashab, tarixiy ma'naviy ildizlar, madaniyatlar, an'analar, odatlarning uyg'unligi bilan bog'langan. So'nggi 6 yilda ikki mamlakat o'rtasida do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari jadal rivojlanib bormoqda. Ayni fikrlar o'tkazilgan tadbirlarda ham bot-bot takrorlandi. Tadbirda yurtimizda millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlash, do'stlik muhitini va ko'p millatli oila tuyg'usini mustahkamlashga qaratilgan keng ko'lamli ishlar xususida ma'lumot berildi. Didor бағдарламасы Өзбекстанда жасайтын қазақтардың әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, мәдениетін, жалпы ана тілге болған құрметін халыққа көгілдір экран арқылы паш етеді. Біздің бастапқы міндетімізде осы Өзбекстанда жасайтын жалпы қазақ халқының ұлттық құндылықтарын көгілдір экран арқылы халыққа насихаттау,
көрсетіп отыру. Сондықтан біз алдымен мән беретініміз осы Өзбекстанның түкпір-түкпірінде, тіпті жаңа Қарақалпақстан Республикасында да шеткі аумақтарында қазақтар өмір сүреді. Сол қазақтардың жалпы шетке шалғайда болады ма, орталықта болады ма, олардың бірдей жаңағы ортақ көзбен қарап, сол тепе-теңдікте ұстап, алыста жасайтын қазақтардың да мәдениетін, әдебиетін, жалпы бүгінгі жеткен жетістіктерін осы көгілдір экран арқылы халыққа паш етіп отырамыз. Өзбекстандағы сол көгілдір экран арқылы халыққа паш етілетін Дидар бағдарламасына деген құрметті көріп отырсыздар. Олардың көңіл күйін, ықыласын, жаңағы біздің осы Өзбекстандағы қара шаңырақтың қуанышына ортақтығын әрбір келген көрерменнің, әрбір қатысушының көзінен, жанарынан көруге болады. Diydar ko'rsatuvining 60 yillik yubiley tadbirida so'zga chiqqanlar ko'rsatuv haqida ijobiy fikrlar bildirib, ko'rsatuvda O'zbekiston qozoqlari nafaqat iqtisodiy, ilmiy va ma'naviy hayotda, balki ijtimoiy sohada ham munosib o'rin tutayotgani va respublikamizning siyosiy faoliyati bu orqali mamlakatning iqtisodiy va ma'naviy qudratini oshirishga hissa qo'shayotganini xalqimizga ko'rsatib berayotganligini ta'kidlashdi. Ayni paytda O'zbekistonda 800 mingdan ortiq qozoqlar istiqomat qiladi. Mine bugun O'zbekiston televideniyesinden ko'rsatilетін Zamandas бағдарламасының 60 жылдық мерейтойына biz Қарақалпақстан Республикасы Қазақ ұлттық мәдени орталығы төрағасы Асқар Үмбетаев мырзаның бастамасымен делегация болып қонақ болып отырмыз. Әрине бітерістің басына жақсы келер қасына деп атам қазақ айтқандай міне тұғыры биік тәуелсіз егеменді Өзбекстанымыздың бүгін астанасына келіп көзіміз қуанып отырыпты. Алдымен астанадағы өзгешеліктер Ташкент қаланың шырайлы сұлулығы адамның көзін қуантады. Міне осы мемлекет басшыларына, үкімет басшыларына бүгінгі күнде ұлтаралық татулықты нығайтуды саясат деңгейіне көтергеніне біз әрине қуанып отырмыз. Осы Замандас бағдарламасының 60 жылдық мерейтойына орай Ташкент қаласындағы Алишер Науаи атындағы кинотеатрда бүгін концерт бағдарламасы және де қазақтың ұлттық салт дәстүрлерінің бірі болған, ауыз әдебиетінің бірі болған айтыс. Осы айтысқа міне біз мынау ауылдың аты осса неге қуанбасқа дегендей біздің Қарақалпақстаннан да қос тұлпар екі ақын келіп отырыпты. Олардың шабыт беріп, олардың бір тақымын қысып отыру мақсатында келдік. Міне бұл айтыс халықаралық деңгейде өтіп жатқан екен. Қоңсы Қазақстан Республикасынан, Қырғызстан Республикасынан да ақындар келген екен. Әрине осындай бір мерекелік шараны жоғары көңіл күйде ұйымдастырып берген мемлекет басшыларына мың-да-мың алғыс айтамыз. Ming yillar davomida yaxshi qo'shni va do'st hamkor bo'lib yashagan o'zbek va qozoq xalqlarining yagona hudud, yagona e'tiqod, yaqin madaniyat va turmush tarzi bu borada muhim o'rin tutadi. Chunki o'zbek va qozoqlarni tarixan taqdirning o'zi do'stlashtirgan va bir daryo bo'yida birlashtirgan. Bugungi yubiley tadbirda Qoraqalpog'iston teleradiokompaniyasida qozoq tilida ko'rsatuv olib boradigan hamkasblarimizni ham uchratib qoldik. Zamandas ham Diydar көрсетулерінің юбилей санелері белгіленіп жатырыпты. Енді біздер бүгін сот өретушілік жамаатымызбен қызмет сапарында болып жатырмыз. Һәм мемлекеттер мәселен біздің елімізде бүгінгі күні мына халықаралық саясаты, халықаралық достығы бір саясат дәрежесінде алып барылып жатырыпты ғой. Мінекей сондай бір халқымыздың татулығына, тыныштылығына, олардың мәселен қазақ миллеті уәкілдерінің үрп-әдет дәстүрлерін сол эфирде өздеріміз беруге, жарытып баруға қоларымыздан келгенше әрекеттер етіп жатырмыз. Дұрысында да бұл халықаралық достығы тек қана біздің телеканалымызда тек қана қазақ тілінде алып барылмайды. Мәселен, жақын аралықтың өзінде түркмен тілінде де Өзбекстан ұлы майымыз атамасындағы ажайып көрсетуіміз эфир жүзін көрді. Демек, бұл біздің Өзбекстанымызда, Қарақалпақстанымызда халықаралық достығына деген сондай ітібардың, күшейіп батырғанның айқын бір дәлелі десек қателеспейміз. Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi, Respublika Qozoq Milliy madaniy markazi, Qozog'iston Respublikasining O'zbekiston Respublikasidagi elchixonasi, Qozog'iston Respublikasi Turkiston viloyati O'rdabasi tumani hokimligi bilan hamkorlikda Diydar ko'rsatuvining yubileyining ikkinchi qismida xalqaro aytishuv ham o'tkazildi. Aytishuvga qo'shni davlatlardan ham san'at ahli kelishdi. Biz Qirg'iziston Respublikasidan keldik. Qirg'iz jergesinden ушул Ташкентте эл аралык айтыш болот деп, казак-кыргыз айтышы, Ташкенттик казак акындарынын айтышы болуп, жалпы үч элдин акындары бир керемет айтыш тартуулайбыз деп ниет кылып турабыз. Биз атайын Бишкектен
Qirg'iz ultuq Manas teatrining to'kmaqindari, 2 to'kmaqin keldik. Buyursa жақсы айтыш көрсөтөбүз деп үмүттөнөбүз. Негизи буга чейин биз казак-кыргыз айтыштарына чыгып жүргөнбүз. Казак акындары менен достук айтышын, ынтымак айтышын буга чейин куруп келгенбиз. Сиздердин куттуу Ташкент жергесинде айтылуу атактуу Амир Темуров бабаңыздардын нечен бир залкарлар, үлкөндөр өткөн жерге, касиеттүү куттуу жерге келип, бүгүн да бир керемет айтыш болот деп турабыз. Alisher Navoiy nomidagi kinochilar uyida o'tkazilgan tadbir so'ngida O'zbekiston do'stlik va bag'rikenglik diyori nomli gala konsert bo'lib o'tdi. Shundan so'ng tadbir ishtirokchilari bayramona konsert dasturidan o'rin olgan turli xalqlarning kuy, raqslaridan bahramand bo'lishdi. Bunday tadbirlar O'zbekiston zaminida hukmron millatlararo totuvlik, do'stlik, tinchlikni yanada mustahkamlash va rivojlantirishga xizmat qilishi shubhasiz. Айтыс деген біздің қазақтың ұлттық төл өнері. Суырып салма айтыс бар, жазба ақындар болады. Соның ішінде біздің оңтүстік Қазақстаннан, Шымкент қаласынан Нұрлан Есенқолов, Анар Жаппарқолова деген керемет мықты айтыскерлеріміз келіп отыр. Байқағанымдай 4 мемлекеттен келіп тұр. Қазақстан, Қырғызстан, Қарақалпақстан, Өзбекстан республикасындағы ақындардың үлкен додасы болғалы жатыр. Ақындарға сәттілік, халқымызға, көрермендерге көңілді айтыс болсын, айтыспен сусындап қайтсын демекпін. Şu айтышуға chiqayotganda qanaqa ashula aytasizlar, shuni biz aytib bersangiz. Айтыстың арасында біз қазақтың тәлім деген Тұрмағанбет жыраудың термесін орындап беремін. Содан кейін қазақтың халық әні Арман-ай деген әнді орындағалы тұрмын. Аға дегенін жаным десең болады-ай, ерін күткен әйелді ханымда десең болады-ай, көктемдегі төл даусын әнімде десең болады, шөлде бішкен сусыны да балымда десең болады-ай, ойлы туған ерлерді ғалымда десең болады-ай, осындай айтқан үгітті ел біткенге таратып ау мәлімдей десең болады-ай. Біз сонау Науаи облысы Кенемеқ ауданынан Нұр-Үлкем ансамблі, ұлттық аспаптар ансамблі осы Ташкент қаласына келіп өзіміздің өнерімізді қалап өсті, осы қазақтың салт дәстүрі болған домбырамызды қолға алып, ата-баба дәстүрін жалғап дегендей осы жас өспірімдерге өзіміздің бір әнімізді тарту етейік деген мақсатта осы Ташкент қаласына келіп отырмыз. Бүгінгі замандас қалай берсеге Дидар бағдарламасының 60 жылдығы мерейтойы құтты болсын. Әр шаңыраққа құт береке, ынтымақ алып келетін бір әдемі бір теле бағдарлама. Сондықтан бүгінгі мереке баршаларыңызға құтты болсын. Кіріп келе жатқан жаңа жыл мерекесі де құтты болсын деп қаламыз. Didar ko'rsatuvining 60 yillik yubiley tadbiri hamda 4 mamlakat vakillarining aytishuvlari Didar ko'rsatuvining keyingi sonlarida batafsil yoritiladi.